Mana tayyor begonlari bor arasiga. Xudo xohlasa bugun erta setkamiz ham bitib qoladi. Setkam kelib qolsa bularni joylashtiraman. Sotilgani sotiladi, bo'lmagani turaveradi, katta bo'laveradi, xudo xohlasa. Mana bu zotjam ham yaxshi-da. Juda qo'lga o'rgatilgan yaxshi zotlar. Hammasi men oldimga kelgan bular menga o'rgangan. Bular ujungini kutibdilar-da, och qolganlar. Vitamin beryapman, och qoldiradi bularni. Shu uchun hozir vitamini keladi mana. Hozir buyruq bo'ladi, ular chiqib bo'ladi ko'chaga. Ketmanglar, oldiga yuringlar aylanib. Mana tomosha qilinglar. Xudo xohlasa bular hammasi sotuvda bor. To'rt oylik, 3 oyligi bor, 2 oyligi bor. Bular hammasi terma qilingan. Mana shuni aylanib o'tiribdilar. Hozir bular ujunni kutibdi, bular och qolgan. Hozir ujunni beraman, kepak berish jarayonini ko'rsataman. Mana bu yoqqa qo'nchamiz bor ikkita. Bitta o'rg'ochi, bitta erkak. Bitta qiz, bitta o'g'il bor. Bular ham yaxshi zoti. Semirgan shunday. Bular bayram qilib aylanib o'tdilar ko'chada. Maza qilib oyoqlarini nimasini qilaladi. Yomg'ir yo'q hozir. Menga nima bo'lib, obuna bo'lib, ko'rib maslahat so'rasalar, qanday boqishni aytaman sizlarga. Ana shu vitamin berishlarini o'rgataman. Qo'limdan kelgancha kechadan o'tgan kun edi, 2 kun bo'libdi. Bittasini suydik go'shtga, 4 kilo go'sht qildi. Shu uchun aytaman, go'sht yaxshi, foydali. Terisini, bosh oyog'ini olib tashlaganimda 4 kilo go'sht oldim, sveji go'sht. Buni 2 kun, 3 kun, 1 kilodan pishirsangiz ham, 2 kilodan pishirsangiz ham 2 kun, 3 kun yeysizda. Go'shti shirin bo'ladi, farqingizga. Mana bu yoqlarni aylanib yuribdilar. Mana shuni aylanalab yuradi. Oyoqlari yoziladi. Nima qiladi?